Bu retseptsiz beriladigan dori-ya? Rahmat. Mamlakatimizning dorixonalarida hozirda elektron retsept tizimi bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilmoqda. Dastavval elektron retsept tizimi qanday ishlashi bilan tanishib olamiz. Bemorga tashxis qo'yilgach, shifokor tibbiy axborot tizimiga kasallik to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritadi. Natijada bemorning elektron tibbiy kartasi shakllantiriladi. Tizimga joylangan ma'lumotlar asosida shifokor elektron retsept yozadi. Bu avtomatik tarzda elektron retsept modulida ko'rinadi. Elektron retsept va uning yordamida dori sotib olish amaliyoti demak ya'ni raqamli tibbiyot dasturi yordamida amalga oshiriladi. Elektron retseptni olgach, bemor belgilangan muddatdan kechiktirilmagan holda dorixonaga murojaat qilishi va tegishli ma'lumotlarni taqdim etishi lozim. So'ng farmatsevt kerakli ma'lumotlarni dorixonaning axborot tizimiga yuklagach, dori-darmonlarni beradi. Mutaxassislar tomonidan ayrim dorilarni hech qanday retseptsiz xarid qilishimiz mumkinligi ta'kidlandi. Aynan qaysi turdagi kasalliklarni davolashga yordam beradigan farmatsevtik vositalar retseptsiz dorilar ro'yxatidan joy olgan. Xususan, allergiyaga qarshi, shamollashga qarshi, viruslarga qarshi dori vositalar, oshqozon ichak kasalliklarida qo'llanilgan dori vositalarining aksariyatlari retseptsiz beriladigan dori vositalariga kiradi. Shu jumladan bu yosh bolalarda isitmasini tushiruvchi dorilar, allergiyaga qarshi dori vositalari, og'riq qoldiruvchi dori vositalarining aksariyati retseptsiz beriladigan dori vositalari analoglari mavjud bo'lib, ushbu dori vositalarini bemalol dorixonalardan sotib olishga imkon yaratilgan. Dori vositalarining retseptli yoki retseptsiz berilishini kim belgilaydi? Dori vositalarining retseptli yoki retseptsiz berilishini belgilash mezonlari quyidagilardan iborat. Bu birinchisi, bu asosiy shu original dori vositalari qanday tartibda bugungi kunda berilishi belgilanganligi. Agar xorijda ishlab chiqarilgan dori vositasi bo'lsa, ushbu ishlab chiqaruvchilar davlatida tartibga soluvchi organda qanday tartib belgilanganligi, uning faol moddasining nomi, dozasi, dori shaklidan kelib chiqib, o'ziga xosliklardan kelib chiqib, dori vositalari retseptli yoki retseptsiz berilishi belgilanadi. Dorilar retseptli beriladigan bo'lsa, dori vositasini olishdan oldin u retsept asosidami yoki retseptsizmi qanday bilamiz degan savolga endi yechim bor. Aholi uchun yanada qulaylik yaratish maqsadida my.gov.uz portalida retsept asosida va retseptsiz beriladigan dori vositalari haqida ma'lumot nomli yangi xizmat ishga tushdi. Bundan foydalanish uchun tizimga kerakli dori nomini kiritasiz. Uning retsept bilan yoki retseptsiz berilishi haqida to'liq ma'lumot ekranda paydo bo'ladi. Bu tizimning yo'lga qo'yilishi orqali dori vositalarining nazoratsiz qo'llanilishi oldi olinadi. Bemorlarga to'g'ri va xavfsiz davolanish imkoniyati yaratiladi. Joriy etilayotgan yangi tizim bo'yicha aholi fikrini o'rgandik. Dori vositalarini pala-partish, ko'rsatmalarsiz qabul qilish, ehtiyotsizlik bilan qabul qilish bu inson salomatligi uchun, hatto hayoti uchun ham xavfli bo'lishi mumkin. Men shaxsan o'zim bu narsaga juda jiddiy qarayman. O'zimiz og'rib qolsa, yo farzandimiz, yo bir yaqinimiz og'rib qolsa, birinchi shifokorga borishni o'rniga o'sha uyimizga yaqin bo'lgan dorixonaga yuguramizda va o'sha yerdagi farmatsevtlardan mana bu yerim og'riyapti, mana bu joyim bezovta qilyapti, bolamda mana bunaqa alomatlar kuzatildi. Qanaqa dorilarni tavsiya qilasiz deymiz. Va u tabiiyki o'ndan ortiq dorilar bizga ro'yxatini beradi. Yana mana bunisi yaxshiroq ta'sir qiladi, bunisi tezroq ta'sir qiladi va biz xarid qilingan dori vositalarini hech qanday ko'rsatmalarsiz bolamizga beramiz, o'zimiz qabul qilamiz. Vaholanki har bir organizm individual. Biz qabul qilayotgan dori vositalari bizning organizmimizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Kimgadir ijobiy ta'sir qilsa, kimgadir salbiy ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ham mana hozir qo'llanilayotgan o'sha elektron retseptlarni men juddiyam to'g'ri qabul qildim va xursand bo'ldim. Chunki bu nima beradi? Birinchidan endi bizni o'sha ongli ongsiz ravishda borib dorixonaga kerak emas dorilarni olishdan tiyadi. Chunki istaysizmi, istamaysizmi elektron retseptni olish uchun o'sha o'z hududingizda bo'lgan poliklinikaga murojaat qilish kerak bo'ladi, o'sha daha shifokoriga borib ko'rinish kerak bo'ladi, kerakli analizlarni va uni tavsiyasi bilan mana shu dori vositalarini xarid qilishga to'g'ri keladi. Bu albatta juda yaxshi. Eslatib o'tamiz, elektron retseptda aynan farmatsevtik vositalarning nomi yozilmaydi, balki uning tarkibi aks etadi. Bu orqali kerakli dorining dorixonalarda topilishi osonlashadi.